Tövəndə dextinlarga 2024 yıllık Nobel İqtisad mükafatının sahiplerinden iqtisadşünas Darun Acamoğlu bilan James Robinson'ның dunyoviy mashhur asri Davlatlar, ya'ni millatlar nemish halak bo'ladi degan kitobidan uzluksiz tarjima. 6. bab. Yiroqlashish. 1. paragraf. Venice, ya'ni Vizantiya qandaqsigi muzeyxonaga aylanib qoldi. Vizantiyani tashkil qilgan bir guruh orollar Adriatik dengizining yiroq shimoliga joylashgan. O'rta asrda Vizantiya bir yurish ilg'or bo'lgan, hammani o'z ichiga olgan iqtisodiy muassasalari va bu muassasalarni qo'llaydigan yangidan barliq kelgan, hammani o'z ichiga olgan siyosiy muassasalari sababli dunyodagi eng boy yerga aylangan bo'lishi mumkin. O milodiy 810-yildagidek tasodifiy vaqtda mustaqillikka erishgan. O chaq Rim imperiyasining g'ulab tushishi bilan eg'ir zarbiga uchrab ojizlashgan Yevropa iqtisodi asliga kelishga boshlagan. Sharlamagenga o'xshash podshohlar kuchlik markaziy siyosiy hokimiyatni qurgan chaq edi. Bu vaziyat muqimlik, bexatarlik va hamda savdoning kengashiga yo'l ochib, Vizantiyani bu xil fursatlardan foydalangan o'zgacha ustunlikka ega qilgan edi. U O'rta dengizining markaziga joylashgan dengizchilarning mamlakati edi. Sharqdan tamoq xurishlari, Bizansda ishlab chiqarilgan tovarlar hamda qullar elib kelinadi. Shuning bilan Vizantiya boy bo'lgan edi. 1050-yili Vizantiyaning iqtisodiy jihati gullanganiga allaqachon kam deganda bir asr vaqt bo'lgan bo'lib, uning nufusi 45 ming kishiga yetgan edi. 1200-yilga kelganda uning nufusi yana 50% ortib 70 mingga, 1330-yilga kelganda yana 50% ortib 110 ming kishiga yetgan edi. U chaqdagi Vizantiya Parijdek cho'ng bo'lib, Londonning ko'lamidan 3 hassa cho'ng edi. Vizantiyaning iqtisodiy kengashining bir negizlik asosi uningda barliq kelgan bir yurish to'xtamliq yangiliklarning iqtisodiy muassasalarni texmi ko'p, hammani o'z ichiga oladigan qilganligi dedi. Ularning eng mashhuri komanda, ya'ni bir boshlang'ich shakldagi bir qitimliq tijorat maqsadi uchun qurilgan hamkorlik paychak shirkati edi. Komanda ikki hamkorlashuvchidan tarkib topgan bo'lib, uning biri o'ltiraq holatda, ya'ni Venetsiyadan medirlamaydigan bo'lgan bo'lsa, hamkorning yana biri tijorat qilish uchun jahon kezdigan kishi edi. O'ltiraq hamra kapital qattigan kishi bo'lsa, jahon kezar hamra kargo, ya'ni yuk mal bilan birga yuradigan kishi bo'ladi. Odatda o'ltiraq hamra kapitalning ko'p qismini soladigan bo'lib, puli bo'lmagan yosh egrik tiklaguvchilar mal bilan birga yurish orqali savdoga kiradi. Bu yosh tijoratchilarning jamiyatning yuqori qatlamiga ko'chishidagi muhim yo'l edi. Safar jarayonida ko'rilgan ziyon hamkorlarning qo'shgan kapitaliga nisbatlashtiriladi. Agar safarda foyda chiqsa, foyda ikki turli komanda to'xtamiga asosan ayriladi. Agar komanda bir tarafdan bo'lgan bo'lsa, ya'ni o'ltiraq savdogar pulning hammini chiqargan bo'lsa, u foydaning 75% ga erishadi. Agar qo'sh tarafli bo'lgan bo'lsa, o'ltiraq savdogar kapitalning 67% ni chiqaradi va foydaning yarmidan bahramand bo'ladi. Rasmiy hujjatlarni tadqiq qilgan har qanday biri yuqori qatlamga ko'chishda komandaning o'ynagan rolining kuchli bo'lganligini ko'ra oladi. Bu hujjatlar yangi kishilarning ismlari bilan to'lgan bo'lib, bu kishilar ilgari Vizantiyaning yuqori qatlamlar tarkibida emas edi. Milodiy 960, 971 va 98-yillardagi hujjatlarda yangi ismlarning sonining ayrim holda bütün ismlarning ichida 69, 81 va 65% ni tashkil qilishganliklari xotirlangan. Bu xil iqtisodiy jihatda hammani o'z ichiga olish va yangi oilalarning savdo orqali ko'tarilishi
siyosiy tuzumning texmi ochiq bo'lishini keltirib chiqadi. Vizantiyani idora qilgan Doj, ya'ni boshvali umumiy kengash tarafidan umrlik saylangan. Gerçi saylamda bütün xalq toplansimi amaliyotda umumiy kengashni tashkil qilgani bir guruhga yadroliq kuchli jamoat bo'lgan. Gerçi Doj bakli huquqliq bo'lgan bo'lsa-mu, ammo uning kuchi siyosiy muassasalarning o'zgarishi bilan ajizlab mangan. 1032 yildan keyin Doj, ya'ni boshvali yangidan tashkillangan Dokal konsuli, ya'ni oliy darajaliklar komiteti bilan birlikda saylangan bo'lgan. Dokal konsulining roli bo'lsa, Dojning huquqini mutlaq shaklda qo'lga kirgizolmaslikka kafolat qilish bo'lgan. Bu konsul tarafidan qo'rshalgan tunji Doj, ya'ni boshvali Domenico Flabianco bo'lib, u ilgari hech qanday yuqori vazifada tutib boqmagan oiladan kelib chiqqan, ammo intayin boy ipak savdogar edi. Bu xil muassaviy o'zgarishdan keyin Vizantiyaning savdosimi va dengiz armiya kuchimi shiddatsiz zo'raydi. 1082 yili Vizantiya Konstantinopolda keng doiralik savdo qilish imtiyoziga erishdi hamda bu shaharda Vizantiya mahallasi qurildi va uzoq qolmay bu mahallaga 10,000 vizantiyalik yerlashdi. Shuning bilan biz bu yerda hammani o'z ichiga oladigan iqtisodiy va siyosiy muassasalarning bir-biriga moslashib parallel holda harakatga o'tganligini ko'ramiz. Vizantiyaning iqtisodiy jihatdan kengayishi siyosiy o'zgarish ilib berish uchun besim paydo qilgan bo'lib, 1171-yili Dojning o'ldirilishi sababli paydo bo'lgan siyosiy va iqtisodiy muassasalarning o'zgarishidan keyin yuz bergan. Tunchi muhim yangilik buyuk konsulning, ya'ni buyuk komitetning qurilishi bo'lib, shundan keyin bu konsul Vizantiyadagi siyosiy huquqning tub manbasiga aylangan. Konsulning a'zolari Vizantiya hokimiyatida huquq tutgan sotchilarga o'xshash kishilardan tarkib topgan bo'lib, uni aqsunaklar kontrol qilgan. Bu vazifadagi kishilardan boshqa har yili 100 nafar yangi konsul a'zolari konsullikqa nomzod ko'rsatish komiteti tarafidan konsul a'zoligiga ko'rsatilgan bo'lib, bularning 4 nafari cho'qim oldingi navbatli konsuldan tarkib topgan bo'lishi kerak edi. Konsul tayinlanib bo'lgandan keyin darhol 2 tarmoq konsul qurilgan bo'lib, buning biri kengash konsuli bo'lsa, yana biri har xil qonun chiqarish va ijro qilish tajribasiga ega kishilardan tashkil topgan 40 kishilik konsul edi. Buyuk konsul yana lokal konsulni saylaydigan bo'lib, ularning soni 2 dan 6 ko'paytirilgan edi. Ikkinchi yangilik bo'lsa, buyuk konsul tarafidan tanlangan yana bir konsul bo'lib, ular Dojni, yana boshvalini tanlaydi. Gerçi bu tanlash umumiy majlisning tasdiqidan o'tilgan bo'lsa-mu, ammo ular birla odamning nomzodlik ko'rsatgani uchun bu Dojni tanlash huquqini konsulga bergan bilan barobar edi. Uchinchi yangilik bo'lsa, yangi Doj Dokal, ya'ni oliy darajada huquqiga uyg'un shaklda vazifaga o'tirganda qasam beradi. Vaqtning o'tishiga ergashib, Dojga, ya'ni boshvaliga qo'yilgan cheklimlar texmi kengayib, Doj vazifasiga o'tirganlar sotchilarga bo'ysundigan, ularning barliq qarorlari Dokal konsulining tasdiqidan o'tadigan holga keldi. Shunday qilib, Dokal konsuli Dojni buyuk konsulning barliq qarorlariga bo'ysundigan holga keltirdi. Bu siyosiy islohotlar bir yurish muassasalar yangilikni barliq keltirdi. Qonun sohasida mustaqil sotchilar, sot mahkamalari, sotga qaytadan arz sunish va yangi xususiy to'xtamlar ham vayron bo'lish qonunlarini turg'izib chiqishdi. Vizantiyaning bu xil yangidan turg'izilgan iqtisodiy muassasalari yangi qonuniy tijorat shakllarini va yangi turdagi to'xtamlarni barliq keltirdi. Shundaqli yana tez suratda pul muomala yangiliklari yuz berdi. Biz zamonaviy bankning dal mush mazgilda Vizantiyada barliq kelishga boshlaganini ko'ramiz. Oxiri Vizantiyada hamma o'z ichiga oladigan muassasalarga to'liq shaklda jonli qoldi yuzlanishni to'squl bo'lmaydigandek holat shakllangan edi. Lekin bu jarayonlarning yuz berishda jiddiychilikmi bo'ldi. Hammani o'z ichiga oladigan Vizantiya muassasalari qo'llagan iqtisodiy ish bilan bir vaqtda ijodiy vayronchilikmi yondashib keldi. Komanda yoki shuning o'xshash iqtisodiy muassasalarning ta'siridan maydonga kelgan egilik tikliguchi yangi yosh erlar, ya'ni yangidan sabq etilgan yosh erlar mavjud qatlamning iqtisodiy muvaffaqiyati va foydasini oziltib o'tdi. To'g'ri. Bu yoshlar ularning foydasini azaytib o'tmadi, balki yana ularning siyosiy kuchiga xiris qildi.
Shunday bo'lganlikdan büyük konsulda vazifa o'tayotgan yuqori qatlam a'zolari fursat bo'lsa bu yangi ko'tarilayotgan yoshlarning yo'lini kesdi. Büyük konsul vücudga kelganda uning a'zolari har yili bekitiladi. Yilning oxirida tasodifiy tanlangan 4 a'zo kelar yili avtomatik holda tanlanadigan 100 kishining nomzodlik ko'rsatdi. 1286 yili 3-oktyabrda Büyük konsulning qoidasiga tuzatish kirgizilish to'g'risida taklif qilingan bo'lib, uningda Büyük konsulga ko'rsatilgan nomzodlarni 40 kishilik konsulning ko'rib chiqib bekitishi talab qilindi. 40 kishilik konsulni yuqori qatlamdagi oilalar qattiq kontrol qiladi. Bu xil usul yuqori qatlamdagilarga konsul nomzodlarini rad qilish huquqini beradigan bo'lib, ilgari bunday ishlar yuz bermagan edi. Bu taklif ma'qullanmadi. 1286 yil 5-oktyabrda yana bir taklif sunildi. Bu qitim bu taklif ma'qullandi. Shundan boshlab dadillari yoki bo'g'illari konsulda vazifa o'taganlarning nomzodligi avtomatik ma'qullanadigan bo'ldi va boshqa nomzodlarni lokal konsulning ma'qullashi talab qilindi. Shu yil oktyabrning 17-kuni qoidaga yana bir tuzatish kirgizilgan bo'lib, uningda Büyük konsulda vazifa o'taydiganlarning 40 kishilik konsul, doj va lokal konsulning tasdiqlashdan o'tishi talab qilindi. 1286 yildagi munozaralar va asosiy qonunga kiritilgan o'zgartishlar Vizantiyaning halokatiga yo'l ochib berdi. 1297 yil fevralda agar birisi oldingi 4 yilda Büyük konsulning a'zosi bo'lgan bo'lsa, u kishining nomzodligi avtomatik holda ma'qullanadigan bo'lishi qaror qilindi. Yangi nomzodlarni endi 40 kishilik konsul tasdiqlaydigan bo'ldi, lekin faqat 12 ovoz xetilsalar bo'ladigan bo'ldi. 1298 yil 11-sentyabrdan keyin hozirgi a'zolarning va ularning oilasining nomzodligini ma'qullashning hojati qolmadi. Büyük konsul endi sirtliklarga ishkini taqib olgan bo'lib, dastlabki vazifa tutganlar endi shakli o'zgargan oqsumaklarga aylandi. Bu to'g'risidagi tamg'a 1315 yili o'yilgan bo'lib, Vizantiya yuqori qatlam kishilarining rasmiy tizimiga tushgan oltin betikmi putilgan. Yangidan bosh ko'tarayotgan bu oqsumaklar boshqalarning o'zlarining kuchini ojizlatishiga qarata kurash qildi. 1297 yil bilan 1315 yilning oralig'ida Vizantiyada siyosiy jiddiychilik asta-asta ko'payishga boshladi. Bunga qarata Büyük konsul o'zini texmi zo'raytish bilan qisman javob qaytardi. O'ziga qarshi chiquvchilarning ichidagi eng yomonlarining ovozini o'chirish uchun ularni o'ziga qetvilish usulini qo'llandi va konsulning a'zo sonini 450-1500 ga ko'paytdi. Bu ko'payish bilan tang zulm ochdi. 1310-yilga kelganda tunji saqchi qismlari qurildi. Shuning bilan yangi siyosiy tartibni mustahkamlashning usuli sifatida aholiga qarata ularni bo'ysunishga zo'rlashmi kuchaydi. Serata, ya'ni siyosiy to'saqlarni yo'l qo'yib bo'lgandan keyin Büyük konsul endi iqtisodiy to'saqlarni qurishga o'tdi. Ular talon-taroj xarakterli siyosiy muassasalarga qarab yuzlanishdan keyin endi talon-taroj xarakterli iqtisodiy muassasalarga qarab yuzlandi. Hamda muhimi ular Vizantiyani bayqiygan büyük muassasalar ijodiyatlarining biri bo'lgan komenda to'xtamlarini qo'llanishni chekladi. Bu cheklimga hayron qolarlik ish emas edi, chunki komenda to'xtami yangi tijoratchilarni bayqilgan bo'lib, hokimiyat beshidagilar bularni cheklashga o'tgan edi. Bu talon-taroj xarakterli iqtisodiy muassasalarga qarab olgan qadamning faqat birisi edi. 1314-yildan boshlab Vizantiya hukumatining savdo tijoratini kontrolga elishni boshlashi bilan talon-taroj xarakterli iqtisodiy muassasa qurishga qarab ikkinchi qadam tashlandi. Shuning bilan hukumatning tijorat kemillari tashkillandi va 1324-yildan boshlab tijorat bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlarga yuqori boj qo'yildi. Yuqori musofirlik savdo yuqori qatlam uchunli bo'ldi. Mana bu Vizantiyadagi gullanishning oxirlashining boshlanishi bo'ldi. Savdoning muhim liniyalari bo'lgan sari ostondagi sarxillar tarafidan kontrol qilinishga boshlaganligi uchun Vizantiyami cho'kishga yuzlandi. Dunyoda tunji bo'lib hammani o'z ichiga oladigan jamiyat barpo qilish mumkinchiligiga erishgan Vizantiya shuning bilan ashunda siyosiy o'zgarishga ham bo'ldi. Siyosiy va iqtisodiy muassasalarning bo'lgan sari talon-taroj xarakteriga ega bo'lishiga ergashib, Vizantiyani iqtisodiy chekinishga boshladi. Iqtisodiy jihatda 1500-yilga kelganda uning nufusi kemib 100 ming kishiga tushib qoldi. 1650-yil bilan 1800-yil o'rtasida Yevropaning nufusi shiddat bilan ko'paygan bo'lsa, ammo Vizantiyaning nufusi kemiyib ketdi. Bugungi Vizantiyada
az to'la beliqchilikdan boshqa bir iqtisodiy faoliyat sayohatchilikdir. Savdo yo'llarini echishda ham iqtisodiy muassasalar taraqqiyotida namuncha bo'lishning o'rniga bugungi vizantiyaliklar top chet ellik sayohatchilarga pizza pishirib, marojni va rangli aynaklarni sotadi. Bu sayohatchilar Siratdan burungi Vizantiyaning ajoyiblarini, ya'ni Doj boshvalining ordisini Vizantiya o'tir dengizida hukm surgan chaqda ular Bizansdan bulab kelgan Avliya Mark cherkovdagi otlarni ko'rishga keladi. Demak, Vizantiya mana shunday ayni chaqdagi kuchli iqtisodiy markazdan bugungi kunda mo'ziga aylanib qoldi. Bu hafta biz dunyoning o'xshamagan yerlaridagi muassasalarning tarixiy taraqqiyotiga markazlashimiz va ularning nimishqa boshqacha yo'llar bilan o'zgarganligini tushuntiramiz. Biz bu kitobning 4-bobida G'arbiy Yevropadagi muassasalarning Sharqiy Yevropadagi muassasalardan qanday yiroqlashganligini va hamda Angliyada barliq kelgan muassasalarning G'arbiy Yevropaning boshqa yerlaridagi muassasalardan yiroqlashganligini ko'rgan edik. Bu xil yiroqlashish, ayrilish tarixning alqiliq paytlari bilan uchrashgan muassasalarning qiyib ketish tufaylidan kelib chiqqan. Ya'ni muassasalardagi kichkina farqlarning bo'lganligining natijasidir. 1000 yillik tarixiy voqealarga qaraydigan bo'lsak, Angliya va Yevropadagi muassasalarning boshqa yerdagi muassasalardan yiroqlashib ketishining muqarrarligini muassasalarning orasidagi farqdan bo'lgan ekan degan tushuncha kelishimizmi yo'lliq tuyuladi. Buning boshqasini biz o'tmish yoki tarix deymiz xolos. Undan boshqa bu sababdan bo'lmaslikning ikki sababi bor. Birinchisi, bizning Vizantiyadagi ahvolni tushuntirishimiz xuddi burun ko'rsatganimizdek, hammani o'z ichiga oladigan sabab muassasalarga qarab mangan qadamni keyniga o'rgili bo'ladi. Vizantiya gullandi biroz. Lekin siyosiy va iqtisodiy muassasalarning og'dirib tashlanishi bilan uning gullanishi ta'tirga mangani emas. Vizantiyaning bugungi kunda boy bo'lishi Vizantiyaning burungi sharafli tarixi qoyil, dunyoning boshqa yerida pul topgan kishilarning bu yerga kelib pul hajlaydiganligidandir. Hammani o'z ichiga olgan muassasalarning keyniga yenib ketganligidek bu paket bizga muassasalarning taraqqiyotida bir oddiy bo'lgan jug'lanma jarayonining bo'lmaydiganligini ko'rsatib beradi. İkinciden, tarixning alqiliq paytlarida alqiliq rol o'ynagan muassasalarning kichik farqlarining xarakterini olganda ular o'tkinchidir. Chunki ular kichik bo'lgani uchun ularni keyinga yondirg'ili bo'ldi. Ular yana qaytadan paydo bo'ldi va yana ularni keyinga yondirg'ili bo'ldi. Biz bu bobda Brownning jug'rofiyalik omil va madaniyat omili nazariyasidan kutgani bilan solishtirganda 17-asrda hammani o'z ichiga oladigan muassasalarga qarab kaskin qadam olgan Angliya yangi taş qurollar davridan necha ming yillik erada qaloq bo'lib qolmasdan balki G'arbiy Rim imperiyasi yemirilib o'rta asr boshlang'ichi bo'lgan mazgildimi qaloq bo'lgan edi. Angliyaning orollari Rim imperiyasiga solishtirganda yo'chin bo'lib, G'arbiy Yevropa quruqligi, Shimoliy Afrika, Konstantinopol va yoki O'rta Sharqqa solishtirganda unchalar muhim rol o'ynagan emas edi. Milodiy 5-asrda G'arbiy Rim imperiyasi yemirilganda bu cho'ng mag'lubiyatdan ziyon tortgan Angliya bo'lgan edi. Biroq sanoat inqilobini barliq keltirgan siyosiy inqiloblar ya Italiyada ya Turkiyada va yoki G'arbiy Yevropa quruqligida emas, balki Angliya orollarida yuz bergan. Angliyaning sanoat inqilobiga o'tish va uning agashgan boshqa davlatlarni tushunishda Rim imperiyasidan qolgan biroz shaksiz bundoq bir necha sabab tufayli intayin muhimdir. Birinchidan, Vizantiyaga o'xshash Rim xili burunli muassasalar yangilikni boshdan kechirgan. Xuddi Vizantiyaga o'xshashlar Rimning dastlabki iqtisodiy muvaffaqiyati eng kamida shu zamonning o'lchami bilan aytganda hammani o'z ichiga oladigan muassasalar asosida bo'lgan. Keyinchi bu muassasalar vaqtning o'tishiga ergashib, yana Vizantiyaga o'xshash talon-taroj xarakterli bo'lgan. Rimda bu milodidan burungi 510-yildan milodidan burungi 49-yilgacha davom qilgan Cumhuriyatning milodidan burungi 49-yildan milodidan keyingi 476-yilgacha davomlashgan imperiyaga o'zgarish bilan xuloslangan. Gerçi Cumhuriyat mezgilida Rim kuchli bir imperiyani qurgan hamda uzun musofiqlik savdo va transport gullangan bo'lsa-mu,
Rim imperiyasining ko'p qismi yanada talon-taroj asosida bo'lgan. Cumhuriyetning imperiyaga o'tish jarayonida talon-taroj qilish haddidan oshib, burun biz ko'rgan Maya shahar davlatlarining g'ulab tushgandek, Rimda bu ichki urush, muqimsizlik va oxiri g'ollashni keltirib chiqargan. Ikkinchi ham muhim sabab bo'lgani, biz G'arbiy Yevropaning keyingi muassasalar taraqqiyotining Rimdan bevosita miros olgandan emas, balki G'arbiy Rim imperiyasining g'ulab tushish arifasida shu rayonga o'rtaq bo'lgan hal qilish tarixiy kesishmalarning rol o'ynaganligini ko'ramiz. Biz keyincha Etiopiya mamlakatining tarixi orqali ko'rsatganimizdek, garchi boshqa yerlar mushuning o'xshash tarixning hal qilish kesishmalarini boshdan kechirgan, ham ba'zida ular kishini hayron qoldiradigan darajada bir-biriga o'xshab ketgan inkaslarni qaytarishgan bo'lsa-mu, bu tarixiy kesishmalar dunyoning boshqa yerlari, ya'ni Afrika, Osiyo va Amerika qit'alari bilan hech parallel yo'nalishda bo'lmagan. Rimning cho'kishi feodalizmni yaratdi. Buning yandash ta'sirida qulluq tuzumi yemirildi va hukmdorlarning ham oqsumaklarning ta'sir kuchining sirtida bo'lgan shaharlarni barliqqa keltirdi. Va bu jarayonda hukmdorlarning siyosiy huquqini ojizlatadigan bir yurish muassasalarni ham qurib chiqdi. Mushu feodallik asosida qora o'lim buzg'unchilik silib, hukmdorlar, oqsumaklar va cho'ng pomshiklarning ziyni badliga mustaqil shaharlarni va dehqonlarni kuchaytirdi. Dal mushundaq manzara ostida Atlantik savdosi yaratgan fursatlar o'zining kuchini texnik ko'rsatdi. Nihoyatki, dunyoning boshqa joylari bu xil o'zgarishni boshdan kechirmadi. Natijada bular orasidagi orliq jiroqlashib ketishdi.